Salom, ushbu darsimizda Shopfloor'dan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Keling, buning uchun Shopfloor akkauntimga kirib olamiz. Hop, bizda kirganimizda overview qismida barcha ketayotgan ishlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi o'rinda biz operatorni qo'shib olishimiz kerak, ya'ni kimni qo'shmoqchimiz? O'sha insonni biz qo'shib olamiz va o'sha operatorda kerakli vazifalar turgan bo'ladi. Hop, misol uchun Husanov Yorqinjonni kiritamiz. Parollarini hamma o'zini parolini teradi va kiritib, profili bizda aktiv bo'ldi. My work order qismiga o'tamiz va My work order qismiga o'tganimizda bizga tegishli bo'lgan vazifa turgan bo'ladi. Vazifa ustiga bitta bosamiz. Bizda vazifa uchun vaqt sanalishni boshlaydi va bizga tegishli barcha vazifamiz uchun ketadigan barcha ma'lumotlarni o'qib olamiz. Hop, karkazni yig'ishimiz kerak ekan. Kamera divan 1.9 metrli qora matoda. Spinkasi mato, sidenya matosi bor ekan. Hop, matosi ichi jigarrang ko'sha, spinkasi qora ko'sha, yostig'i milliy jigarrang ekan. Hop, bizga buning uchun sintifon paxta kerak ekan, 24 kilogramm. Hop, bor deylik. Tasdiqladik. Bundan tashqari Camaro oyoq 48 ta kerak ekan va bor. Apply qilamiz va bizda bor bo'ladi. Hop. Undan tashqari biz qandaydir produkt kerak bo'lsa, ya'ni shu sborka karkasini yig'ishimizga yana nimadir kerak bo'lsa, register product qilamiz. Uzr, adashdim. Add component qilamiz. Komponent qilganimizdan keyin bizga samarez kerak. Misol uchun samarezda qo'shamiz. Bizda samarez qo'shildi 1 kilogramm. Va biz vazifani yakunladik deylik. Vazifani yakunlaganimizdan keyin bizni ishimiz tugaydi. Hop. Bizni ishimiz tugaydi. My work orderga o'tadigan bo'lsak, bizda ishlarimiz qolmadi. Shu bilan ishimiz yakunlanadi va boshqa ishga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Darsimiz shundan iborat edi. Rahmat.